Bu ikisi hargiz teng bo'lmaydi. Sa'd ibn Musayyab. Mana shu kishi 50 yil mobaynida takbiri tahrimaga, takbirul uloga kech qolmagan ekan. 50 yil 5 mahal namoz mashqqa qatnagan, imom Alloh akbar deb quloq qoqqandagi birinchi takbiri tahrimaga kech qolmagan ekan. Bu qanaqa odamlar bo'lgan ekan, qarang. Payg'ambar alayhisolamning sahobalarini ko'ring. Rasulullohning sahobalardan bir jamoasi farz namozini o'qib olib masjidda o'tirishdi. Rasululloh chiqib ketdilar. Keyingi namozga kirganlarida ham hali kishilar o'tirishgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni ko'rib turib, avvalgi namozdan beri kutib o'tiribsizlarmi? Ular ha deyishdi. Sizlarni bu yerda nima ushlab qoldi? Ular aytishdi, keyingi farz namozini kutyapmiz. Rasululloh, haqiqatan shu narsa uchun masjidda qoldinglarmi? Ular vallohi faqat shu narsa uchun qoldik deyishdi. Rasululloh yana so'radilar. Haqiqatan shu narsa uchun qoldinglarmi? Ular vallohi faqat shu narsa uchun qoldik dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sizlarni guvoh qilib aytamanki, albatta Alloh taolo sizlarni farishtalarga maqtaydi. Kishini manzilati, martabasini ko'taradigan ishlardan bittasi tahorat qilishlik, qiyin bo'lib turgan paytda mukammal tahorat qilishlik va bir farz namoz tugagandan keyin ikkinchi namozni kutib turishlik. Azon aytishdan burun kirishlik nazarda tutilyapti, birodarlar. Qalbini masjidga bog'lashlik. Rasululloh aytdilar, Allohga eng mahbub yurtlar masjidlar, Allohga eng mag'zub yurtlar bozorlar. Farqni bilib olishlik oson. Bozorda nima bo'ladi? Oldi sotdi, yolg'on yashiq, yolg'on qasam, bir-birini aldash, makr, yolg'on qasam. Masjidda nima bo'ladi? Masjidda Allohning zikri bo'ladi. Masjidda Allohning zikri bo'ladi. Endi bozorda yurgan odam o'rganib ketgan bo'ladi. Nimaga? Erkak ayolni aralashib yurishiga, ayollarning avratlari ochiq bo'lishiga. Endi biz faqat bizda emas, butun dunyodagi bozorlarning ahvoli mana shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bozorga kirsalar, odamlarga ta'lim berardilar. Kim savdosida bir yolg'onni qo'shgan bo'lsa, unga nasihat qiladilar. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, "Man g'ashshana falaysa minna." Kim aldasa bu bizdan emas. Umar ibn Xattob, Abdulloh ibn Umar, Abu Hurayra, Sufyon rahimahumulloh. Bu insonlar bozorga tushar ekan, odamlarga nasihat qilardi, ularni to'g'ri yo'lga boshlashar edi. Hasan Basriy kunlarda birida bozorga kirsa, odamlar gavjum, odamlar shunday savdosi bilan ovora. Qavm, sizlar bu yerda o'tiribsizlar, masjidda Muhammadning merosi taqsim qilinyapti. Odamlar eshitib, guvullab masjidga borishdi. Kirishuvdi, kirsa bir joyda odam, 4 odam namoz o'qiyapti. 4 odam ilm majlisida, 4tasi zikrda o'tiribdi. Hech narsa yo'q. Hasan Basriyni topib, "Ey Hasan, nima qilganingiz bu? Ha nima qilibman? Ha Muhammadning merosi bo'lanyapti dedingiz, borsa hech narsa yo'q u. Ha nima bor ekan u yerda? Ha namoz, zikr, ilm majlisi. Muhammadning merosi mana shu edi" dedi Hasan Basriy rahmatullohi alayh.